Assalomu alaykum va rahmatulloh barchaga. Usta akamiz 2 kun oldin iltimos qiluvdi. Klientlar uchun kotelni yaxshisi tushuntirib qo'ying aka dedi. Hozir telefonimizni uyda egasi ishab turibdi. Shuning uchun men telefonni olib, o'zim pauzaga qo'yib, qisqa qilib yozishga harakat qilaman. Bu yerda 30 kilovatlik kotelimiz turibdi. Hammabop isitish tizimi. Teplik bollar samotyочный sistema bo'lgan. Teplik bollar tepada kollektori, podachasi, obраткасы. Endi kotelni yoqish masalasini boshlaymiz. Birinchidan Bismillahirrohmanirrohim deb shu so'zdan boshlab olamiz. O'tinlarni kichkinagina qilib tayyorlab olamiz, chopib, keyin qog'ozni ichiga solib ilashtirishni boshlaymiz inshaalloh. Birinchi настройкасini tushuntirib qo'ysam, bu выключатель ventilятordagi. Buni bismillah deb yoqamiz. Temperaturani hozirgi holatida bu ventilyatorimizni o'chish qismi. Shuni hozir 60 ga qo'yamiz temperaturani inshaalloh. Mana 60 ga qo'ydik. Fiksировать qildi. Hozir 22.2 u kotelni temperaturasi. Ikkinchi knopkani bosib tursak, bu ventilyatorimizni yoqish qismi. Buni 50 ga qo'yib qo'yamiz. Buni 50 ga qo'yamiz. Mana. Shunda inshaalloh hozir buni bossak 50 ventilyator yonadi. Ikkinchisini bossak ventilyator 60 da o'chadi. Hit kotelimiz mana ichida qog'ozlar, bir ikkita datchiklarda qog'oz bor ekan. Shu qog'ozlardan foydalanib o'tin solib yoqishni boshlaymiz inshaalloh. Mana ichiga o'tinni ham soldik. Endi qog'ozni solishdan oldin bitta zaslonkamiz bor. Bu zaslonkani o'tni ilashtirishda sirg'aga ilib qo'yganlaring afzal bo'ladi. Mo'ri primoy bo'lib tezroq yonish imkoniyati tezlashadi. Buni sirg'aga ilib qo'yamiz. Bismillah. Ikkinchi zaslonka bu qiyshiq turgan bo'lsa, mo'rini shifrli zaslonka, buni ham to'g'ri qilib qo'yamiz. To'g'ri qilganimizdan keyin qog'ozni biror narsani ilashtirib o'tinni tepasiga solamiz. Bismillah. Mana hozir rezinka solib ilashtirishni boshladik. Bu ozgina ilashib olish kerak. Mo'rimiz devorni ichidan ketgani uchun jicha boshida sovuqligi uchun tortishi qiyin bo'ladi. Hozir endi ventilyatorni yoqamiz inshaalloh. Hozir o'z holatida ochib qo'ydik. O't tortsin deb. Bismillah. Ventilyatorda o'ta baland qo'ymash kerak. Bismillah. Mana ventilyatorni yoqdik. Ventilyatorda regulyovkasi ko'mirning rasxodiga juda qattiq ta'sir qiladi. Buni agar shunday oxirigacha qilib yuboradigan bo'lsanglar, ko'mirni juda ko'p ishlatib yuboradi. Shuning uchun imkoniyat darajada buni оборотini past darajada qo'yasizlar. Hozir endi mana soatga qarab qo'ying aka, necha bo'ldi? Soat 15:52 bo'lyapti ekan. Mana ilashtirishni boshladik. Bismillah, o'tni ochib ko'ramiz. O'zi mumkin emas bunday texnika bezopasnikdan ochmaganlaring afzal. Mashallah. Mana xudo xolasa o't ilashyapti. Kotellarimiz nijniy горение. Shuning uchun ostidan yonadi. Bismillah. Akalar kechirasizlar, soat 15:52 emas, 15:32 edi ekan. Mana binolarimiz
Общий podachamiz 3 ta turba 11 metrlikdan 40lik, 32lik, 25lik и bitta 6 metrlik, 6 metr 32likdan qo'shilgan. Glubinasi eng chuqur joyda 1.60 obratga qaytardik. Subhanalloh. Darvozani tagidan o'tgan. Endi mana ozgina yongandan keyin zaslonkani tushirib qo'yamiz. Buni albatta esdan chiqarmanglar. Mana zaslonka tushdi. o'n besh 32 da yoqdik. Hozir 15:34. 2 minut vaqt o'tdi. 2 minut ichida inshaalloh temperaturamiz 31 bo'lyapti. O'tinni ko'rdinglar, ozgina solingan. Sizlarga albatta tavsiya etamiz, ochishdan oldin ventilyatorni o'chiringlar, albatta. Ventilyatorni o'chirib, zaslonkani ko'tarish esdan chiqmasin. Zaslonkani ko'taringlar. Ozgina kutib turinglar. Menga o'xshab shoshilib ochib olmanglar. Ozgina kutib turib, shunday ochasizlar. Mana. Ozgina o'tinimiz mana shu holatda 30 mashallah. Ko'rdingizmi Mirzo Davlat aka? Xursandmisiz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Xursandmisiz? Mana Vasha akamiz klient. Rahmat. Ko'rdingizmi? Nech minut bo'ldi mana? 32 da deysizmi? 15:35. 3 minutda 36 gradus bo'ldi. Mana. Vasha akamiz videogalari klient. Rahmat. Mana akalar, shu katyolimiz. Bo'pti, salomat bo'linglar, megabaytlaringga rozi bo'linglar. Endi bu yoqni klientga ko'rsatamiz.